Qadrli obunachilar, kelinglar darsimizda kelgan joydan davom ettiramiz. Xo'p. Eng oxirgi darsimizda variablesda exercise'ni bajargan ekanmiz. Bugungi mavzuda data types mavzusi haqida gaplashaylik. Data types degan o'zi ma'lumot turlari degan. O'tgan qaysi darsimizda gaplashganimizdek, kitob saqlagan shkafdan, javondan deganim, kiyim saqlagan shkafdan, masalan, notebook saqlagan sumkadan va hokazo narsadan foydalanamiz. Ma'lumotlarning ham turlari bor. Masalan, son saqlagan integer tipidan, ism familiya saqlagan string turidan foydalanamiz. Shu haqida gaplashib o'tamiz bu darsimizda. Pythonda data type'lar haqida. Endi built-in degani biz deyarli kelajakda hayotimizda uchragan hamma narsa, masalan, kompyuterda yoki insonda yoki bitta insonni vaziyatga qarab, masalan, oddiy talaba sifatida yoki o'qituvchi sifatida har xil holatda biz saqlab uni data type, ya'ni ma'lumot turi sifatida saqlab ketishni o'rganamiz, lekin bizga buning uchun ungacha hozircha oddiy, ya'ni built-in Python bizga taqdim qilgan oddiy data type'larni boshqarish va ular ustida amal bajarish bilan o'z ishimizni boshlaymiz. Keyinchalik o'zimizga kerakli har qanday obyektni, hayotdagi obyektlarni o'zgaruvchi sifatida olib ketishni o'rganamiz. Xo'p, built-in degani xuddi shu. Oddiy Python bizga o'zi taqdim qiladigan ma'lumot turlari. O'zi asli ma'lumot turlari cheksiz, istagancha ma'lumot turi yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, text type, masalan, ism familiya nimalarni saqlamoqchi bo'lsak, string, sonli tiplar, int, butun son uchun, float, kasr sonlar uchun 2,5 degan, masalan, kompleks, bilasizlar, matematikadan kompleks sonlar bor. Ildizosida -1 da kompleks son deyiladi. Shunaqa tiplar saqlagani bor. Sequence, ya'ni ketma-ketlik, list, tuple, range degan ma'lumot turlari bor ekan. Map type, mapping type, ya'ni ma'lumotlarni bir-biriga ko'rsatib turadigan map holatdagisi. Dictionary bor ekan. Set types, set, frozen set. Set degan to'plam degani, masalan, bizga 4 xil to'plam taklif qilayotgan bo'lsa, to'rtalasi 4 xil bo'ladi deydi. Masalan, do'konga kirsak, nimadir set desa, ichida banan, olma, nok, bexa bo'lishi mumkin. To'rtali set degan, ichida ikkita bexa yoki bo'lmaydi. Shu ma'noda qisqasi. Boolean type, ya'ni true, false, ya'ni flag degani bayroq, ya'ni bor yoki yo'q. True bo'lsa bor, false bo'lsa yo'q. Binary, ya'ni ikkilik tiplar, byteslar, byte arraylar, hokazolar. Non type degan hech narsa yo'q degani. Hop, getting data type. Undan oldingi mavzularda ham type'ni qanday olishni o'rgangandik. Type funksiyasi bilan o'zgaruvchimizning nomini beradigan bo'lsak, uni chiqarib berar edi. Setting data type. Data type'ni berishimiz mumkin ekan. Hop, string 20 o'zi mana floatga misol keltiryapti, mana kompleksga g deb ketamiz. Ya'ni bitta g degani ildizosida -1 degani. Kvadratga ko'tarsak, o'shanda -1 hosil bo'ladi. Mana listga apple, banana, cherry, tuple'ga, mana tuple bilan list farqi bu belgisida. Bu oddiy gulli qavs bo'lsa, bu to'rtburchak qavs bo'ladi. Range ketma-ketlik degani, dictionary, mapping, ya'ni kalit qiymat, map qilaman. Name degan narsa bersak, u map qilib o'tkazib John degan narsani beradi. Age desak, uni map qilib o'tkazib turib bizga 36 beradi. Xo'p, setga mana shu frozen set, mana boolean'ga true yoki false, binary'ga oldiga b qo'ysak, binary holatga olib kelib qo'yar ekan. Byte array dedim, 5 ta byte array qaytarib beradi. Hokazo. Setting the specific data types. Alohida str deb turib bersak ham bo'lar ekan. Hop, int deb turib 20 desak ham bo'lar ekan. Float desak ham bo'lar ekan va hokazo. Hop, buni ham exercise'ni bajarib qo'yishimiz mumkin. Hop, if x teng 5, what is the correct syntax for printing the data type of the variable? Print type x qilsak bizda to'g'ri javob bo'ladi. Next question. Hop, the following code example would print the data type of x. Hop, int chiqaradi-da, boshqa nima bo'ladi? Submit. Next question. Type str bo'ladi. Next. Float. Submit.
Buniki list va bujaqavs. Shu bahona o'zimda ham sanab ketyapman. Topics buniki table bo'ladi. Hop, keyingisiniki. Map qilyapti kalt qiymat juftlik. Ya'ni name'ni mapping qilib jonga o'tkazyapti. Demak, dictionary bo'ladi, dict qisqartmasi. Hop. Bul. Shu bilan mana mavzuyimiz tugadi. Sizlar ham maslahat beraman shu qismini qisqagina o'zlaring ishlab ko'rishlaring uchun.